Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 24-iyundan 1-iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 24 va 26-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 darajalik, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 24 va 27-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajalik, kunduzi 24 va 25-iyunda 33-38 daraja issiq. 26-iyunda 35-40 daraja issiq. 27-28-iyun kunlari 37-42 daraja issiq. 29-iyundan 1-iyulgacha 34-39 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 24-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 25-iyundan 1-iyulgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 24-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 24-dan 26-iyungacha 20-25 darajalik, 27-dan 1-iyulgacha 22-27 darajalik. Kunduzi 24-25-iyun kunlari 33-38 daraja issiq. 26-iyundan 1-iyulgacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 24 va 27-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-28 darajalik, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 24-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 25-iyundan 1-iyul kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 24-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 darajalik, kunduzi 24 va 25-iyunda 33-38 daraja issiq. 26-iyundan 1-iyulgacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 24-29 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.